Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men kirdim yoshdan 65 yoshgacha va undan katta bo'lgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto ko'pchilik uchun yoqimsiz bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Bu gap pensiya, ish staji, rasmiy daromad, kredit, qarzdorlik, kommunal to'lovlar va davlat idoralaridagi ma'lumotlar bilan bog'liq. Agar siz hali vaqt bor, mening hujjatlarim joyida bo'lsa kerak. Pensiyaga chiqsam o'zi hal bo'ladi deb yurgan bo'lsangiz, aynan shu video siz uchun. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam eshitsa, shuncha ko'p oila xatodan saqlanadi. Asosiy muammo shundaki, avgust oyidan boshlab ko'pchilik odamlar o'zining puliga, pensiyasiga, nafaqasiga, kreditiga yoki kommunal to'lovlarga ta'sir qiladigan noaniqliklarni sezishni boshlaydi. Men bu yerda vahima qilish uchun gapirmayapman. Men mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntirmoqchiman. Oldin ko'p narsalar qog'ozda bor. Ishxonada bilishadi, arxivdan topiladi. Mahalla tasdiqlaydi degan tartibda yurardi. Hozir esa tizimlar raqamlashmoqda, ma'lumotlar solishtirilmoqda. Rasmiy ish staji, rasmiy ish haqi, soliq to'langan davrlar, bankdagi qarzdorlik, kadastrdagi mulk, kommunal hisoblar va ijro hujjatlari ko'proq elektron bazalarda ko'rinmoqda. Eng og'ir joyi mana shunda, odam 25-30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin elektron tizimda uning faqat 12 yoki 15 yillik rasmiy staji ko'rinishi mumkin. Odam men oyga yaxshi pul olardim deydi. Lekin ish haqi konvertda berilgan bo'lsa yoki soliq hisobotida past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida u pul to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Odam mening qarzim yo'q deb yuradi, lekin eski aliment, kredit, kommunal yoki jarima bo'yicha ijro hujjati chiqib qolsa, kartadagi puldan ushlab qolish boshlanishi mumkin. Mana shu sababdan garchi 65 yosh oralig'idagi odamlar uchun bu mavzu juda og'riqli. Avval qanday edi? Ko'pchilik bir joyda 10 yil, boshqa joyda 11 yil ishlagan. Mehnat daftarchasi qo'lda yuritilgan, ishxonalar yopilib ketgan, arxivlar boshqa joyga ko'chgan, ayrim hujjatlar yo'qolgan. Odam pensiya yoshiga yaqinlashganda yugurishni boshlagan. Falon zavod yopilgan ekan. Falon firma nomini o'zgartirgan ekan. Direktor ketib qolgan ekan. Arxivda ma'lumot yo'q ekan. Natijada odamning asabiga, vaqtiga, puliga zarar yetgan. Hozir esa muammo biroz boshqacha, hujjat bor. Lekin bazada mos kelmaydi. Familiya eski pasportda boshqacha yozilgan. Tug'ilgan sana bir hujjatda boshqa, ikkinchisida boshqa. Ish boshlagan sana daftarchada bor, lekin buyruq arxivda topilmaydi. Ish haqi haqida ma'lumot bor. Lekin soliq to'lovlari ko'rinmaydi. Endi nima o'zgardi? Birinchidan, davlat idoralari qog'ozga qaraganda elektron ma'lumotga ko'proq tayanishni boshladi. Ikkinchidan, ijtimoiy yordam, subsidiya, pensiya, nafaqa, ayrim imtiyozlar, qarzdorlik va mulk masalalarida turli bazalar bir-biri bilan solishtiriladi. Uchinchidan, bank kartalariga tushadigan pullar, ijro qarorlari, kredit tarixlari, kommunal qarzdorliklar odamning kundalik hayotiga tezroq ta'sir qila boshlaydi. To'rtinchidan, ketim yoshdan oshgan odamlar ayni pensiyaga tayyorgarlik bosqichiga kiradi. 6 yoshga yetganda birdan hammasini to'g'rilash esa juda qiyin bo'ladi. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchi navbatda mehnat daftarchasi to'liq bo'lmaganlar. Masalan, siz 1998 yildan 2006 yilgacha bir korxonada ishlagansiz, lekin daftarchada faqat ishga kirganingiz yozilgan, ishdan bo'shaganingiz yozilmagan, yoki muhri xira tushgan, yoki korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Bu kichkina xato deb o'ylamang. Pensiya tayinlashda har bir yil, ba'zan har bir oy ahamiyatli bo'ladi. Agar 2 yil staj tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutilgandan ancha past chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, erkak kishi 20 yil qurilishda ishlagan, har oy yaxshi pul topgan, lekin shartnoma bo'lmagan, soliq to'lanmagan, ish beruvchi rasmiy buyruq chiqarmagan. U odam hayotda chindan ham mehnat qilgan, bel og'ritgan, oila boqqan. Lekin pensiya tizimi uchun asosiy savol boshqa. Bu mehnat rasmiy tasdiqlanadimi? Agar tasdiqlanmasa, u yillar pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. Bu juda achchiq, lekin real holat. Uchinchi guruh ayollar. Ayniqsa farzand tarbiyasi, dekret, uy bekaligi va uzilishlar bo'lganlar. Masalan, ayol 12 yil ishlagan, keyin 3 farzand tarbiyalagan, keyin yana ishga chiqqan. Bu yerda tug'ilganlik guvohnomalari, dekret hujjatlari, ishga kirish va chiqish buyruqlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar familiya nikohdan oldin boshqa, keyin boshqa bo'lgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi ham kerak bo'ladi.
aks holda hujjatlarni bog'lashda muammo chiqadi. 4-guruh yaqin yoshdan oshgan, lekin hali ham keyin ko'raman deb yurganlar. Men ko'p ko'rganman. Odam 29 yoshga kiradi, pensiyaga 1 yil qoladi. Keyin mehnat daftarchasini ochib qarasa, 1990 yillardagi 6 yil staji muammoli. Arxivga so'rov yuboriladi, javob kelishi cho'ziladi. Korxona tugatilgan. Hujjatlar viloyat arxivida, ba'zida ma'lumotlar to'liq emas. Odam esa pensiya hujjatini topshirishga shoshiladi. Shuning uchun men 4000 yoshdan keyin har bir odam kamida bir marta o'z mehnat tarixini tekshirtirib qo'yishi kerak deb hisoblayman. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 28 yoshli aka 3 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Uning mehnat daftarchasida 1992-2000 yillar, 2003-2010 yillar, 2012-2023 yillar bor. Lekin 1992-2000 yillardagi korxona yopilgan, muhr aniq emas, buyruq raqami yozilmagan. Agar arxidan tasdiq topilmasa, 9 yil staj shubha ostida qoladi. Bu nimaga olib keladi? Pensiya miqdori pastroq bo'lishi, qo'shimcha hisoblar qilinmasligi yoki hujjat qayta so'ralishi mumkin. Ikkinchi misol. 52 yoshli opa bozor savdosida ishlagan, 15 yil rastda turib savdo qilgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida har doim ham rasmiy to'lov qilmagan. U men bekor yurganim yo'q-ku deydi. To'g'ri, bekor yurmagan. Lekin pensiya hisobida rasmiy to'langan davrlar muhim. Agar badallar, soliqlar yoki rasmiy faoliyat davrlari uzilib qolgan bo'lsa, keyin bu davrni isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi misol, 60 yosh kishi pensiya oladi. Lekin bank kartasidan har oy ma'lum summa ushlab qo'llanayotganini ko'radi. Sababini so'rasa, eski kredit bo'yicha ijro hujjati borligi aniqlanadi. U kreditni o'g'li olganman, men kafil bo'lganman deb tushuntiradi. Lekin kafil bo'lgan odam ham javobgar bo'lishi mumkin. Shuning uchun g'irtim kun 35 yosh oralig'ida kreditga kafil bo'lish, qarindosh nomiga kredit olish, kartani birovga berish juda xavfli. Bugun imzo qo'yilgan hujjat ertaga pensiya kartasiga tasdiqlanishi mumkin. 4-misol. 45 yoshli odamning nomida qishloqda eski uy bor, lekin o'zi shaharda ijarada yashaydi. U subsidiya yoki ijtimoiy yordam so'raganda tizim uning nomida mulk borligini ko'rsatadi. Odam u uyda akam yashaydi, men foydalanmayman deydi. Ammo rasmiy bazada mulk sizning nomingizda bo'lsa, ayrim yordam turlarida bu hisobga olinishi mumkin. Demak, mulk masalasida ham hujjatlarni aniq qilib qo'yish kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, elektron mehnat tarixingiz mos bo'lsa, ish haqi rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, kredit va kommunal qarzdorliklaringiz bo'lmasa, hujjatlaringizda ism, familiya va tug'ilgan sana bir xil bo'lsa. Sizda xavf ancha kam, lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xato faqat sizdan chiqmaydi. Ba'zan ish beruvchi noto'g'ri hisobot bergan bo'ladi. Ba'zan operator bitta harfni xato kiritgan bo'ladi. Ba'zan eski hujjat lotin va kirill yozuvida boshqacha ko'rinadi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik joy familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda nikoh, ajrashish, qayta nikoh sababli familiya bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, albatta nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bu hujjat bo'lmasa, bu menman deb og'zaki aytish yetmaydi. Ikkinchi nozik joy harbiy xizmat. Erkaklarda harbiy xizmat davri ayrim hollarda stajga aloqador bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun harbiy bilet, chaqiruv va xizmat davrini tasdiqlovchi ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, oldindan tiklash kerak. Pensiya oldidan yugurish qiyin bo'ladi. Uchinchi nozik joy chet elda ishlash. Juda ko'p o'zbekistonliklar Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Lekin chet elda ishlagan davr pensiya hisobida qanday inobatga olinishi alohida tartib va hujjatlarga bog'liq. Oddiy qilib aytsam, men Moskvada 10 yil ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Shartnoma, rasmiy to'lovlar, tegishli davlatdagi hujjatlar, tarjima va tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet eldagi ish tarixini ham oldindan tartibga keltirish zarur. 4-nozik joy, sud qarorlari va ijro ishlari. Ba'zi odamlar o'z nomida ijro hujjati borligini bilmaydi. Eski jarima, aliment, kredit, kafil bo'lish, yetkazilgan zarar, soliq qarzi yoki kommunal qarz bo'lishi mumkin. Keyin bank kartasiga pensiya yoki ish haqi tushganda ushlab qolish boshlanadi. Shunda odam nega menga oldin aytishmadi deydi.
Aslida buni oldindan tekshirtirish mumkin. 5. nozik joy kommunal to'lovlar. Ayrim xonadonlarda gaz, elektr, suv hisoblagichlari eski, plombasi muammoli, abonent nomi vafot etgan ota yoki ona nomida turadi. Uy esa boshqa odam foydalanishida. Bunday holatda qarzdorlik to'planib qolishi yoki keyin meros, sotish, subsidiya, ko'chmas mulk hujjatlarida muammo bo'lishi mumkin. 40 yoshdan oshgan odamlar ko'pincha ota-onadan qolgan uy masalasini keyin qilamiz deb cho'zadi. Lekin keyin aka-uka, opa-singil o'rtasida kelishmovchilik chiqsa, hujjat to'g'rilash yanada qiyinlashadi. Endi amaliy maslahatlar, men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrashgan bo'lsangiz ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Hamma hujjatda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilganmi? Tekshiring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ochib, har bir ish joyini alohida ro'yxat qiling. Qaysi sanada ishga kirgansiz, qaysi sanada chiqqansiz, buyruq raqami bormi, muhr bormi? Lavozim yozilganmi, korxona nomi aniqmi? Agar biror joyda muhr xira, sanad tushunarsiz yoki yozuv chala bo'lsa, shu ish joyi bo'yicha hozirdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 3-qadam. Elektron mehnat tarixingizni tekshiring. Buning uchun my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli tashkilotlar orqali ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar o'zingiz elektron xizmatdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin insoningizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Maqsad bitta. Qog'ozdagi staj bilan elektron bazadagi ma'lumot mos keladimi? 4-qadam. Sobiq ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Davlat arxivi, tuman yoki viloyat arxivlari sobiq tashkilotning huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. Arizangizda to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan yillaringizni, korxona nomini, lavozimingizni yozing. Menga pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma kerak deb aniq ko'rsating. 5-qadam. Qarzdorliklarni tekshiring. Bank kreditlaringiz, kafil bo'lgan kreditlaringiz, kommunal to'lovlar, jarimalar, soliq yoki ijro qarzlari bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz bo'lsa, uni yashirib yurish foyda bermaydi. Aksincha, o'sib borishi, pensiya qo'shilishi yoki kartadan majburiy ushlab qolinishi mumkin. Imkon bo'lsa, bo'lib to'lash jadvalini kelishib oling, kvitansiyalarni saqlang. 6-qadam, mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Uyingiz, yer uchastkangiz, mashinangiz, meros mulkingiz kimning nomida turibdi? Kadastr hujjati bormi? Kommunal abonent kim nomida? Meros rasmiylashtirilganmi? Bularni tekshiring. Ayniqsa ota-onadan qolgan uyda yashayotgan bo'lsangiz, hali hamma aka-uka rozi degan og'zaki kelishuvga suyanib qolmang. Hujjat bo'lmasa, ertaga ijtimoiy yordam, sotish, garov, meros yoki nizoda muammo chiqadi. 7-qadam, pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan maslahatga boring. Pensiya yoshiga bir oy qolganda emas. Kamda 1-2 yil oldin boring. Mening hujjatlarim bo'yicha qanday kamchilik bor deb so'rang. Kerakli ro'yxatni yozib oling. Qaysi hujjat yetishmasa uni topishga vaqt bo'ladi. 8-qadam. Hech kimga pul berib, pensiyani oshirib beraman, staj qo'shib beraman, bazaga kiritib beraman degan gaplarga ishonmang. Bunday va'dalar ko'pincha firibgarlik bo'ladi. Rasmiy staj faqat qonuniy hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Agar kimdir noqonuniy yo'l taklif qilsa, siz nafaqat pulingizdan ayrishingiz, balki keyin hujjatlaringiz shubha ostida qolishi mumkin. Men yana bir muhim gapni aytaman. Bu masalada eng katta xato vahima emas, beparvolik. Odam men ishlaganman-ku, davlat biladi dedi. Yo'q, davlat faqat rasmiy tasdiqlangan ma'lumotni ko'radi. Odam qarz kichkina edi deydi. Lekin kichkina qarz yillar davomida katta summaga aylanishi mumkin. Odam uy otamning nomida, baribir bizniki deydi. Lekin hujjatda kimning nomi tursa, rasmiy jarayonda o'sha muhim bo'ladi. Agar siz 40 yoshda bo'lsangiz, sizda hali vaqt bor. Hozirdan rasmiy ishlashga, soliq va badallarni tartibli qilishga, hujjatlarni yig'ishga ulgurishingiz mumkin. Agar siz ehir yoshda bo'lsangiz, cho'zmaslik kerak, chunki eski ish joylari bo'yicha ma'lumot topish vaqt oladi. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz, hozirning o'zida pensiya, qarzdorlik, bank kartasi va mulk hujjatlarini tekshirtirib chiqing.
Agar siz 6-5 yoshdan katta bo'lsangiz, farzandlaringizga hujjatlarni qayerda saqlayotganingizni ayting. Kredit yoki kafil bo'lishda juda ehtiyot bo'ling. Kartangizni begona odamga bermang. Xulosa qilib aytsam, avgustdan boshlab odamlar uchun eng yoqimsiz xabar shuki, endi ko'p masalada og'zaki bilamiz, keyin topamiz, hech narsa bo'lmaydiganda shu ishlamaydi. Hujjat toza bo'lishi kerak, staj tasdiqlangan bo'lishi kerak, qarzlar nazoratda bo'lishi kerak. Mulk va kommunal hisoblar aniq bo'lishi kerak. Kim oldindan tayyorlansa, muammoni yengil hal qiladi. Kim oxirgi kungacha kutsa, asab, vaqt va pul yo'qotadi. Sizdan iltimos izohlarda yozing, yoshingiz nechada? Mehnat daftarchangizni tekshirganmisiz? Pensiya yoki staj bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, staj, qarzdorlik va ijtimoiy yordam bo'yicha eng muhim masalalarni yana oddiy tilda tushuntirib boraman.